Taniqli xonanda Munisa Rizayeva O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist faxriy unvoni bilan taqdirlandi. Bu yangiliklar kanali xabar beradi. Assalomu alaykum. Siz bilan Show yangiliklar kanali bizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. San'atkor ushbu quvonchli xabarni ijtimoiy tarmoqlardagi shaxsiy sahifalari orqali keng jamoatchilik va o'z muxlislariga ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, davlatimiz tomonidan berilgan bunday yuksak e'tirof uchun u katta sharaf, balki ulkan mas'uliyat hamdir. Munisa Rizayeva o'z murojaatida ushbu mukofot shunchaki unvon emas, balki 15 yillik tinimsiz mehnat, sahnaga bo'lgan cheksiz muhabbat va intilishlar mahsuli ekanini qayd etdi. Xonanda o'tgan yillar davomida ko'plab sinovlarni boshidan o'tkazganini, uyqusiz tunlar va tinimsiz izlanishlar bugungi natijaga zamin yaratganini e'tirof etdi. U ushbu lahzani uzoq vaqt orzu qilgani va intiqlik bilan kutganini yashirmadi. San'atkor o'zining muvaffaqiyat yo'lida doimo yonida turgan oila a'zolariga, ijodiy jamoasiga va sodiq muxlislariga alohida minnatdorlik bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, yaqinlarining ishonchli va tinglovchilarning doimiy qo'llab-quvvatlashi unga kuch bag'ishlab kelgan. Bu yuksak mukofot xonandaning nafaqat o'tmishdagi mehnatlari e'tirofi, balki kelajakdagi yangi marralar uchun ham kuchli turtki bo'lishi shubhasiz. Munisa Rizayeva bundan keyin ham o'z muxlislari uchun sifatli ijod namunalarini taqdim etishda davom etishini ta'kidladi. U yangi qo'shiqlar va qiziqarli loyihalar va unutilmas konsert dasturlari bilan xalqimiz xizmatida bo'lishga va'da berdi. Ushbu unvon xonanda ijtimoiy faoliyatidagi eng muhim bosqichlardan biri sifatida tarixda qoladigan bo'ldi. San'atkorning erishgan yutug'i uning o'zbek estradasi rivojiga qo'shgan hissasi munosib baholanganidan dalolat beradi. Eslatib o'tamiz, xonanda kuni kecha raqqosalardan uzr so'rab video murojaat joyladi. Videoning asosiy mazmuni esa bizning kanalda bor. Bizga obuna bo'ling, like bosing va qo'ng'iroq tugmasini bosishni ham unutmang.